Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz ataqlıq yazg'uchimiz Jaloliddin Behram yozgan Kona qopqon degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Gul Badamning yutib ketgan Kona qopqonni izlash uchun safarga atlangan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. 2-bob. Tera pinjak üstüdün köp stalliq tasma kəmər bağlagan Gül Badam qoş atar o miltig'i bilan o'qdani mürsiga asqan halda atlıq ketivatatdi. Səhər quyoshi ko'tarilgan seri dashtu qumluq bargan seri illib, atning achchiq tari dimaqlarga urilatdi. Gül Badam töge yo'ng'idan to'qilgan bo'z ro'molni mürsiga tushirib, oq talpigini sal ko'tarib qo'ydi. U bepoyon qumliqqa, köp-kök süzük asmanga, upuq manallarga qarayib ko'ringan to'g'raqlarga, so'sin rang soyilar tushgan taskay jilg'ilariga, gullari to'q halrang tus olgan yo'lg'ullarga, o'tkir nurini taklamakkan ana tuproqqa ayamay sipivatgan quyoshga, adnasi paxta to'zillardek laylab yurgan oq bulutlarga qarab to'ymaydi. Bu ziminga bo'lgan mehri muhabbat yurigidan o'rtilib, ah degan nidoga aylanganida uning chiroyli ko'ksi egiz ko'tarilib tashlanadi. Shundoq. Bu ulug' zimin uning makoni, ana tuprog'i, kindiqini to'kilgan aziz ham to'tiya ro'zg'ori. Gul Badam bu qumluq diyorda tug'ildi. Ko'z ichibla ko'rgini cheksiz qumluq bo'ldi. Şuna qumluqlar onun muğdishi, sirdishi, şundaqla ata-anisi. O mal beqib, oğlab yürüb, nimalarni ko'rmidi? Kimlar bilan g'oyibina muңdaşmidi? Bu diyarga hayati zo'q beg'ishlab kelgan ipar kiyiki, buğa maral, qumluq o'chkisi, yava to'shqon, cho'l kiripsi, kelar, patmuchuq, lag'man taqtaq, o'qush, ko'kinak, qara taz, mulun, oq tulkilargacha uningga ayon bo'lmag'ini yo'q. Ular Gulbadamning do'stlari. Ko'ngilga orom berguchi armiki, tafakkur suhbati qiladigan suyumlik fikrdoshlari. Hadis, ko'rkam va haybatlik barxallar. O'rkash qum do'lqinlari. Tumanlar ara g'oyib bo'lgan qum tog'lari. İbtidoiy to'g'roq o'rmonlari. Yulg'un çatqallar, hayajonliq zo'q qo'zg'agan Gul Badamning ko'zlari liq-miliq suzuk yoshlarga to'ldi. U ulug' his tuyg'ulardan ko'ngil ko'ksi ko'tarilgan holda bo'm mazriga yetib keldida otdan tushdi. Gul Badam aplikrak bir joyni tepib qumga yukindi. Pastlikda bo'm mazri yeyilib yotadi. Biroq birarmi qabrining iznasi ko'rinmaydi. Bu yerni mazorliq degandan ko'ra past egizliklar qoplagan tuzlanglik degan tuzuk edi. Faqat egiz-pas, qing'ir-qiysiq g'ada tayoqlar cho'qchiyib turadi. Bu tayoqlarga oftobda rangi o'ngan shalpar latilar, ko'za puchuqlari, isiriqdan, o'chka tulumlari bog'langan bo'lib, latilardan yalpinganda chiqqan ovozlar nagan-naganda anglanib qoladi. Gul Badamning mo'misi Gulnisaxon, onasi Xolbuvim mana mushu qumluq tegida mangulik uyquga ketgan edi. Dadisi Mir Komilning o'lim xavri kelib uzoq o'tmayla, mo'may dunyodan o'tkashga u musibatlardan kichik Gul Badam xira-shira asga ololaydi. Ammo onasi Xolbanum yoshlar bu dunyodan vidolashganda Gul Badam 12 yoshda edi. Uning xuddi tunuginkidekla esida turibdi. Yo'g'on to'g'roq ko'ttikining bir tarafi 4 ilik qilinliqda kesilib, tovoq qilishga qoldirildi. Andin to'g'roq ko'ttikining ichini palta, kaka, iskinlarda uyib o't qo'ydi. Yog'och kuyundilari elib tashlanib, uning ichi odam patqudak bo'lganda otqa so'ritib mana mushu mozorliqqa elib keldi. Qara kigizga yo'gilib, 3 yerdan bog'langan meyitni jamoat ko'tirib kelib to'g'roq kavkiga yotqizdi-da, qara kigizni sug'urib oldi. Oppoq xamga kepallangan Xolbuvim putlarini uzun sunib yotadi.
Bir necha odam tovoqni to'g'roqning kesilgan tarafiga juplab, yo'lg'un mixda mixlivetdi. Cho'nqur qo'langan godangdagi to'g'roq ko'tigi ustiga qum dövilinib, bir xada tayoq sanjilgandan keyin imom qiroatni boshladi. Qayg'u musibatga to'lgan u kunlarning o'tib ketganigimi 10 yildek bo'lib qoldi. Gulbodam yig'la ko'zlaridagi yoshmu suyi tortilgan buloqlardek qurib tugidi. Hozir uning beshini silaydigan shafaatchisi, g'amguzori buvisi Abdulla bovay bo'lib, uningdan o'zga holing nechuk degudek do'st yorallari yo'q edi. U cho'ng bo'lgan siri ichki dardlari ulg'uyib, yes tuyg'u gullari chichaklab, bo'yniga isilib yig'lug'idek biror qoyoshqa. Bu 4 kunlik olamning g'am andishlarini unutildiradigan mo'ngdashqa. Şerin laziz so'zlari bilan nozik ko'ngilni avundiradigan bir sirdoshqa ega bo'lishni to'liq orzu qiladi. Qum dövisi ustida tislinib o'tirgan Gulbodam ko'zlaridan to'kilayotgan yoshlari bilan Inna lillahi va inna ilayhi roji'un degan oyatni qiroat qilishga boshladi. Qiroatning miskin, to'limi mo'ngluq sadosi yenik kuchinishlar bilan bara avjiga ko'tarilib, jimjit taklimakon qumliqiga jon ata qilgandek bo'ldi. Gulbodam kuyishib qolgan putlarini uvulab o'rnidan turdi. U etiga minib, arvohlar makoni bo'lgan mozorliqqa yana bir qitim nazar soldi-da, etiga qamcha urdi. Chunki u o'zini tutib ololmay qolgan edi. İçidən örtilib kelgan bir nida uni qayg'uli xiyollar qaynamiga tashlagan edi. Tova. Umr degan mushinchiklar bir nima ekan-ku? Bir tiniqdan qolsang, cho'nqur yer degidan o'rin tutib 70 ming yilliklar bilan tang bo'ladi ekansan. Ana shu bir-biriga qo'shna yotgan arvohlar bir zamonlarda jahonga batmay to'qliqdan sho'xlik qilgan bo'lg'iydi. Kichkina manfaat uchun bir-biriga qon chechishgan, o'zaro o'ra qo'lashgan, go'yo o'lmaydigandek gunohi kabir, gunohi sag'irlarning sohibi bo'lgandi. Mana endi ular bir-biriga shuncha yaqin qo'shna bo'lib qopti. Biroq endi mungdishay debmi mungdisholmaydi. Bir-biridan abumi so'ray olmaydi. Bir-birining ko'nglini ololmaydi. Rost Konular odam quloqdan samirar deb bekor etmagan. Bir odamning ko'ngildagidek do'st yorallari bo'lmasa, u xuddi yupurmoqsiz daraxt, suvsiz giyoh bo'lib qolmamdi. Bugun atdigan Abdulla bovay Muzaffar bilan 10 necha kun o'chki biqib, qumliqlarda yurganliklarini asga ola-olamla deb so'raganda Gulbodam, "Yo'qsu, u balaning chiroy shaklimi esimdan ko'tarilib ketibdi." deginicha yerga biqib qizirib ketdi. Uning qizirishi besabab emas edi. Azamshah Mahbusxon ikki betalayning nazirsini o'tkazgili kelgan o'sha yili bir so'z bir qancha qitim takrorlandi. Bir kuni kechida Gulbodam bovisining tiziga beshini qo'yib mugdab qoldi. 10 yoshlik Muzaffarmu mo'misining quchog'ida uxlayotdi. Abdulla, Azamshah, Mahbusxon, Gulnisaxonlar ikki balaning bir-biriga ijil inoq bo'lib ketganligi, o'chkilarni jangalga opirib biqib kelayotganligi haqida paranglashmoqda edi. Mahbusxon pusuqda gaplashib qoldi. "Hey Gulnisa, navrang Gulbodamni mening navramga berasan-jumo?" dedi. Mahbusxon o'ynashqandekla. "Men uni kelin qilib olaman." Monoy, ulardagi kichik tursa, yelitilla so'rg'il turding'o. Gulnisaxon qapoqlarini suzdi. Bu gapni qilsang, hozirla ilib ketadigandak yuragim silib ketdi. Qiz bola cho'ng bo'lsa yotliq bo'ldigan gap. Gap orildi Azamshah. Bu almisoqdan kelayotgan odat-ku. Qandoq dedim Abdulla? Hozirdan tortib beshini bog'lab qo'ymasak, keyincha Apla deb qolarmiz. Har qancha soqol bo'lgan bilan bekor. Hey, tekidek ma'rablik etding-a? Abdulla birodarining laqmini tishlab tortdi. Sen nazir qilg'il keldingmi yoki navramning peyiga tushgilimi?
O'ylab boq, Abdul. Azamshahning talaffuzi qattiq edi. Bu bolalarning dadilarining muborak tini nelarda qoldi bilmaymiz. Ikki balani jüpte hamroh qilib qo'ysak, u ikki notavonning ruhlari xo'shal bo'lmasmi? O'g'ir-as. Abdulla rozimanlik bildirgandek beshini lingshitdi. Teklimakan qumliqlarda chorvachilik, ovchilik bilan kun kechirayotgan odamlarning turalg'ulari otliq bir kunlik yoki yarim kunlik yiroqlikda bo'lsa-mu, to'y-to'kun, nazir chiroq, o'lim yetimlarda ot to'gilariga minib yetib keladi. Shu bahonada qizlar kichik bo'lsa-mu so'z soldirib qo'yishatdi. Duo qilishib ikki bolaning qo'shilishini bir Allohdan tillaydi. Ular Qur'onga yetganda o'zaro xabar qilishib, to'y tartib keladi-da, qizni nikoh qilib elib ketadi. "Ha, jimib ketding-ku", dedi Azamshah Abdullaga. "Agar pisantingga xo'p kelmasa, gap mishadi qolsin." "Voy, juvonni ta'tir kiygili orali turdi ekansan." Abdulla kulib qo'ydi. "Xudo shu orzu maqsadlarga yetishni nasib qilsin." "Ho'shara, mundaq demamsan. Amsa gapimiz gap. Bugungi maslahatimiz Alloh oldidagi ahdimiz bo'lib qolsin. Amin." Atning to'yiqsizda urkib ketishidan Gulbadam sherin xiyollardan yeshindi. U yo'lg'un tuvidan qichib ketayotgan to'shqonga qarab kulib qo'ydi. Uning ko'nglida: "Hozir Muzaffar qanchalik o'zgarib ketgandi?" degan xiyol kechdi. Rost, Gulbadam bovisining oldida hayo nomusdan u bolaning chiroy shakli esimdan ko'tarib ketibdi deb qo'yg'ini bilan Muzaffarning qararoq kelgan chasa yuzi, uzun kirpiklik cho'ng ko'zlari, davomliq jiddiylashayotgandek tikilib qarashlari, o'ruq o'skilang siymosi hozirgidek ko'z oldida turibdi. U o'shkilar petirab ketsa, yugurib yurib yig'ib keladi. Gulbadam: "Men sen bilan tang yugurolmaydi ekanman" desa, Muzaffar ko'ranglik bilan: "Siz degan qiz bola tursingiz" deydi. Uning qo'lidan tutib egiz qum do'nglariga yomishadi. Bila yumlab pastga tushadi. Bir qitim Gulbadam qumdan yumilg'inicha past edirliqqa tushib ketdi. Yugurib hasirab ketgan Muzaffar uni quchoqlab o'rnidan turg'izdi. Jijilib ketgan yuzlarini yanglarida surtdi. Ko'zlariga pulab qumlarni chiqardi ham "Ishnim bo'lmaydi, qo'rqmang, men bor" deb tasalli berdi. "Rahmat Muzaffar, men seni akamdakla yaxshi ko'raman." "Akamdak demay, erimdak deng." "Nima?" 6 yoshli qiz cho'chib ketdi. "Momam sizni necha qitim mening kelinim deb erkilatdi-ku." "Men satning gapini." "Men satma? Qop-qora tursang." "Qop-qora bo'lsam nim bo'pti? Cho'ng bo'lganda sizdek oqiraman." "Har qancha oppoq bo'lib ketsangmi tegmayman." "Nemishqamdi?" Muzaffar dumsaydi. "Amisa bovam bilan momamga deyman." "Desang-da, tegsa ilib ketadigan gapkan. Momam hozirla ilib ketadigandek yuragim silib ketdi, dedi-ku." "Biz sizlarning uyga ko'chib kelsak-chu." "Amisa mayli." Gulbadam Muzaffarning o'ng bilikining ostidagi qop-qora narsani ko'rib cho'chib ketdi. "Voy xudoyim, biligingga patmuchiq choplishyapti." "U patmuchiq emas." Muzaffar bilikini ko'rsatdi. "Bu degan cho'ng bo'lganda boy, amaldor, boshliq bo'lishni bildiradigan hol." Azamshah va mahbusxonlar ata qaytimiz degan kuni Muzaffar bilan Gulbadam o'chkilarni chatqalliqqa qo'yib, o'zlari qum davundan serilib o'ynadi. Gulbadam tuyuqsizda chiqrab yig'libdi. Angacha Muzaffar yugurib yetib keldi. Gulbadamning bo'yindagi bir tiziq marjonning yipi uzilib, ko'p-ko'k yaltirab turgan marjonlar yerda chechilib yotadi. "Bo'ldi, yig'lamang, terib olsak bo'ladi-ku", dedi Muzaffar marjonlarni bir-birlab terib. "Shuningmi yig'lamdi?" "Bovam otliq necha kun yo'l yurib, Qarqash bozordan elib bergan tursa."
Ular marjonlarni bir-birlab sanagan edi, bir tal kam chiqdi. Uni qancha izlab topolmadi. Gulbadam ko'zlarini surtgan holda g'o'dirab qo'ydi. Buvam birdan sanab yipqa o'tkazganda 24 tal degan edi. Olqinini ching yumib olgan Muzaffar ko'zlarini aloq-jaloq qilg'inicha jim turib oldi. Gulbadam shirin asliklarga hamroh bo'lib, qum davondan qachonlarda halqib o'tib ketdi. Karvon yo'lida jidallab mengib, paxta yulg'un jangolligi nada qoldi, bilmayli qoldi. U kuyuk to'g'roq o'rmonligiga yetib kelganda otdan tushib kunga qaradi. Bir kun kechgacha yer zaminni qizdirgan quyosh go'yo harduq yetgandek manallar ichidagi girimsiman ko'ringan qum tog'lariga qing'aygan edi. Әттеген сәһәрдән бери ağzıga nonning uvuqini salmagan Gulbadamning qursiqi xeyliلا ochqa edi. U xurjundan olqandek arpa ko'michini ilib, tulumdan jamg'a yerimroq suv qo'ydi. Ondan ikki quchush qunoq silingan turini otning beshiga keygizib qo'ydi. Gulbadam bir to'g'roqning g'uliga yo'linib, bismillah deginicha shalong ammo bahayvat o'rmonlikqa qaradi. 5-6 odamning quchig'i yetmaydigan necha ming yillik to'g'roqlar xuddi ko'kni talashqandek qad kerib turadi. Ba'zilarining qo'zoqlari tamom to'kilib ketgan bo'lsa-mu, yosh sho'nglarida yop-yeshil yaproqlar yaltiraydi. Bo'ronda yiqilgan qeri to'g'roqlar bajoyiki daryo yaqinini to'sib yotgan buyuk to'smidek uzundan uzunga so'zilgan edi. Chaqmoq o'tidan qapqara kuyindiga aylangan to'g'roqlarmu xeyliلا ko'p bo'lib, uning g'o'l yiltizlaridan ko'klab chiqqan yosh notalar "Menmu sizlardek 1000 yil yashayman" deyotgandek larzon tavrinatdi. G'o'l shoxlari qurib qog'jirab ketgan qadimiy to'g'roqlar xuddi rivoyatlardagi ajoyib g'aroyib maxluqlarga o'xshaydi. Qisqasi, jimjit sukutda turgan bu ibtidoiy o'rmonliq, tallar shurkungidek surlik qum ostidagi xazinlarni, ajdod ruhlarini bag'ashlab turg'ashqimu, mardona va kuchtungur palvonlardek ko'rinadi. Gulbadam buvisi Abdullah bovaydan mundaq bir rivoyatni anglagan edi. Dahshatlik chiqqan qora bo'ron g'oyat zo'r qum to'lqinini shakllantirib, bir kecha kunduzdala 300 dan ortiq shahar oymoqni qum bisib g'oyib qilib ekan. Hayhat, yillar suv ko'rmagan, tashnaligini qondira olmagan, cho'l bo'ronlarida so'qilib, chaqmoqlar tallarini ko'ydirib turgan bu xislatlik daraxt nimishqa shuncha uzun umr ko'rdigando? Qoramtashdek bardam, mazmut gavdisi nimidan to'ralgando? Shundoq, u qum tegidiki ajdodlar simosi. Qanoatchan millatning ruhi va e'tiqodini o'ziga mujassam qilgandi. Shunga Tangri uningga himmatdan madad bergan. Shafaat va saxovat qo'llarida beshini silagan. E'tiqodini poklagan daraxtlar avliyosidir. Ulug' ham karamlik o'y-xiyollar ilkida ajdodini seg'ingan Gulbadam zavol qorong'uligida Turan o'tingiga yetib keldi. Ikki tarafida ancha egiz bo'lmagan do'ngliklar qo'rshab turgan Turan o'tingi ko'chaga yoki mahallaga o'xshamaydi. Porpan qumliq yo'lning u qasnoq, bu qasnoqlarining bu yerlarida shox, chavar, chatqallar bilan ahoda qilingan uylar cho'qchiyib turadi. Ko'rimsiz g'eribliq yig'ib turgan bu uylarning tam suvoqlari to'kilib ketgan yerlaridan yulg'un yoki to'g'roq tallaridan to'qilgan qo'shamlari ko'rinib turadi. Uyizlarga dovlangan arpa samini ustida tugilib yotgan itlar xuddi "Egam onglusun" degandek g'uruliq bilan nagan-naganda qavab qo'yadi. Hamla hovlining atrofi va ichida yulg'un, jig'on, tikanlik zag'zaqlar unib ketgan edi. Etini yetilab kelayotgan Gulbadam o'chkisining orqa putlarini kerib qo'yib seg'ayotgan bir ayolning oldiga keldi. U adab ikrom bilan salom qilgandan keyin Azamshahning uyini so'radi. Ayol o'rnidan turdi. U beshiga o'chka tivitidan to'qilgan kul rang ro'mol artgan bo'lib, kelangsiz xom ko'ngligi ushuqlardan so'rilib turadi. Zavol qorong'uligi tushib qolg'ashqa, ayol yangsiz terapanjak ustidan kamar bog'lagan, murisiga o miltig'i osqan oq talpaklik Gulbadamga sinchilab qaradi.
Voy anamay, o'zlarini akdi. Bu yerda er kishi demakchi. Akdimikin desam, mazlumkanlig'o. Ayol mahalning beshini ko'rsatdi. Ashu qum jiyakdan qayrilsila Azam Shahning uyi. U sho'r pishanimu qadinisini uzitib qo'yg'il hafta bo'ldi. Nima? Mahbusxon mo'mal. Gulbadam gepining oxirini deyolmadi. Shundoq, u rahmeti balo dardida 6-7 yil kasal tortib oxiri ketib qoldi. Bolasiga nim bo'pti? Gulbadamning yuragi jig'iga taqilib qoldi. O bolaning ismi Muzaffarg'u deyman. Shundoq, bir obdan dilida Xudo, og'izda imoni bor dilkash bola edi. Qarmamla, odam o'ltirib qo'yib, 6-7 yildan beri yoqi yurtlarda qechib yuruydi. Put qo'lida misqalcha madar qolmagan Gulbadam xuddi osmondan tashlayotgandek losita bo'lib qoldi. O yo'lning o'y cho'nqurini farq etmay, putlarini so'rigancha etini hitlab ketayotdi. Ah, Xudo. Taqdir qismatlaringdan o'rgilib ketay. Asta pichirladi u. Gulbadam bu eg'ir zarbidan o'zini yo'qotib qo'ygandek qiladi. Shundoq. 15 yil ko'rmagan ashu qarmuchuq aqı yo'lliq aksini bir ko'rish uning istigi emasmidi? Onundan ayrılgan yıllardan beri onu pat-pat xiyal qilib turg'ashqimi, tushlariga kirib qoladi. Yanıla shu o'chki baqqan chatqalliqlar, seyrilib o'ynagan do'ngliklar, ko'zga kirib ketgan qumlarni po'ylashlar, jijilib ketgan yuzlarini yanglarda surtishlar, chechilib ketgan marjonlarni bir-birlab terishlar ayon bo'ladi. Gulbadam o'chkilarni oldiga silib baqqili borgandimi, balaliq asliklar uni ashu chatqal do'ngliklarga ilib boradi. Seyrilib o'ynagan do'ngliklarga talmirib qaraydi. Gohida uni shunchalik g'aribliq, tanholik, zerikish iskanjalari alqiniga oladiki, u kimningdir bo'yniga esilib, puxodin chiqqucha yig'lib keladi. Hey daraxo! Muzaffar bilan o'ynagan u g'ubarsiz kunlar, hayotining saodatli kunlari xotirasi bo'lib qopdi-da. Qandoqmi qilg'uluq? Nima deguluk? Bu taqdirning qismatlari tursa. Gulbadam Azamchaqning g'arolliq hovlisi oldida birdam turgandan keyin otni yetlabla kirib keldi. U etini nega bog'lashni bilmay tingirqab turib qoldi. Angacha o'gisiga shoh o'tinlar dövləngan pakar uyning eshigi g'ij qilib ichilib, hasa tutgan bir odam qismoqdak egilib keldi. U Gulbadamni qunalg'u izlab kelgan yo'lichi deb qoldi bo'lg'ay, yo'talgincha gap boshladi. Yigit, hozir o'ylam dang emas. Otlarga bergudek yem xashakmi yo'q? Azamshah buva. Gulbadam yaqin keldi. Men Abdullah buvayning nevrisi Gulbadam. Nima? Abdullah? Gulbadam? Buvay hungirab yig'layapti. Oh Xudo! Abdul! Seni ko'rolmay, ponida ketadigan cheg'im bor deydim. Mana nevrani bo'lsam ko'rdim. Bo'ldi, ko'ngillari yerim qilmislar buva. Ular qo'ltiqlashib uyga kirdi. Oh mahbus! Kelinim deb og'zingdan tushiramaydigan qizim keldi-ku. G'ulashqa chidab g'irish qishitmay ketdi-ku hamrohim. Uzun tunlardagi muңdishim. Buvayning yig'isi to'xtaydigandek emas edi. O yaqin birodari Abdullahning nevrisi Gulbadamni ko'rib, ko'ngli buzilgan bo'lsa, yana bir tarafdan uning yig'isiga qadinasi Mahbusxonning hasratimi orlashib ketgan edi. Gulbadam uning ko'nglini yasab, bir muncha shirin suxan gaplarni qilgandan keyin buvay paskoyga tushdi. U hovliga do'ng'aslab chiqib ketib, yerdagi o't xaslardan terib yurgan otni eg'ilga akirib, egar jabduq, yugan eg'iz duruqlari elib o'qirga bog'ladi. Xelidan beri besilib turgan bedini silib berdi. Andin Gulbadamning xurjun, tulum, to'g'rilarini yandurib kirdi.
U kirgicha Gulbodam xeyildan beri ayol kishining qo'li tegmagan uyni bir qo'rratlab, yotgan ko'rpa, chapan charlarni cho'ng kajuning ostinqi qavitiga joylashtirdi. Yuyuqsiz qozon chumishlarni yuyib, osma sevatga saramjallashtirgandan keyin miltig'ini qo'ziqqa esib qo'ydi. Qizim, otdan xavotirlanmisizlar. Oldiga beda silib berdim, dedi Azamsha Gulbodamning narsa keraklarini ishkirki uyga kirib etib. Birdam turib quduqdan bir chilak suv tortib sug'urib etayli. Buva, qursaqlari och bo'lsa choy qaynataymi? Momoy ketgandan beri gelimdan hech nima o'tmaydi. Buvay g'irsinib qolganda qiladi. Mana 6-7 kundan beri qozonmi osmidim. Qursug'im bak ichib ketsa quturma silib yedim. Undaqda sizga tamoq etib beray. Ma'qul, kajuda arpa qo'noq uni bor. Ozroq oq unmi turganda qiladi. O'zlarimni uzun yo'l besib kapla, harduq ishi asli qandoq. Bo'ladi bova, ugra etib bersam bo'lamdi. To'stamidi hadislar balam. Hovlidagi o'rakda oq chamg'ur, piyoz, Makka chamg'uri degandek bir nimalar turadi. Akirib beray. Bu yerdagi Makka chamg'uri yangi. Mahbuzxon ana bakmo rayish ayol bo'lib, tamoqlarga to'limi qo'li aplik edi. U qo'noq cho'churisi, qo'noq ugurisi, sixmoq, ko'milak, yubdallarni og'zida qolg'udak o'xshitib etadi. U qo'shna aymoqlarga, mehmondorchiliklarga borganda yalpuz, yumg'oq sut, qaramuch qatorliq tamoq xuruji talqonlarini tepib keladi. Gulbodam uyuqlarni aqtirib, kichik xaltichoqlarni tepib xo'shal bo'lib ketdi. U ximirni yo'g'irib, tindirib qo'ygandan keyin oq chamg'ur, Makka chamg'uri, piyozlarni to'g'rab tayyorladi. Angacha bovay kon o'choqqa o't yoqdi. Tamoq tayyor bo'lgandan keyin ular dasturxon atrofida o'ltirib ugra ichishdi. Xeylidan beri issiq ko'rmagan bovay. Voy, qo'yma issiq bosdi. Qo'llari gulkan balam, deb og'iz-og'ziga tegmaymoqda dedi. Yana u, Muzaffar degan Peter quloq gapimni anglagan bo'lsa, shu dishvorchiliklarga qolarmidiq, deb g'udirab qo'ydi. Tamoqdan keyin bovay dalanda, Gulbodam ichkirki uyda xubdan namozini o'tib olishdi. Ondan ular dalan uydagi o'chka terisida o'ltirib mungdashdi. Bova, baya Muzaffar akamni tilga ilib qoldilar. Uningga nim bo'ldi? So'radi Gulbodam bovayga sinchilab qarab. Mahbuzxon momamning o'limiga qatnasholmagan o'xshamamdi. Qatnashish u yoqda tursin. Mana 6-7 yildan beri oqdimi yo'q, ko'kdimi yo'q. Bovay hasrat bilan beshin chayqadi. Bir anglasoq Qashqar demish, yana bir anglasoq Oqsuv demish degan mish-mish gaplar. Texi kepan o'g'rilarga qaytilib ketibdimish degandek o'sak gaplarmi tarqaldi. Ammo men mana tahoratim bilan turibdiman. Mening bolam hargiz undaq imonsizlikni qilmaydi. Muzaffar zodi nima uchun bunday qiladi? Ahvolning tegini bilish uchun Gulbodam ko'chilab so'rdi. Hukumatning tishiga tegib qo'yibdimi ya? Yo'qsa bolam. Bir ajnabiga pichoq tiqib qo'yibdi emasmi? Azamsha soqilini tutamladi. Xatlarida bormikin bolam? O'g'lim Mavlidning o'lim xabari kelib, sizlarning uyga borganimizda u 10 yoshda edi. Ammo u cho'ng bo'lgan seri odam ansirgida xiyolchan bo'lib ketdi. Mavlid mir komillar nurg'un pul topqilib bo'ladi ekan degan vasvasida boylik qozg'uchi ajnabilarga yollanib madigarchilikqa manganda Abdulla buvay, Azam shohlar g'azabdan yerilg'udek bo'lishdi. Hatta Abdulla buvay o'g'ilni kaltak bilan urib uydan qo'qlab chiqardi. Azam shohmu Mavlidning qo'ngshirini yerivatdi. Ichiga puldan iborat shayton kirib olgan bu ikki yigit bilgan po'qini yeb, yoshurun qechib ketdi. 2 yildan keyin ularning o'lim xabari keldi. 10 yoshlik Muzaffar aqlini topqicha o'yinini o'ynab yurdi. 16-17 yoshlarga kirib,
oq qorni faraq etib qolganda xiyolni ko'p qiladigan. Pat-patla dadisining ismini chiqarib, ajnabiylarni tillaydigan bo'lib qoldi. Darvaqa, bu chaqlarda Yevropadagi har qaysi jahongir davlatlardan kelayotgan ajnabiylar tarim quvuqidan chiqib, taklimakon zo'r qumliqida kona xarobiliklarni, qadimiy qabrlarni, qum ostida qolgan shahar iznolarini qezib, go'har to'plash to'lqinini qo'zg'ayotgan edi. Yerlikdagi ba'zi g'urursiz, imonsizlar ularga yo'l boshlab, ajdodining ruhini puchak pulga setishdi. Shundaqdimi, yerlik avomni odam qatorida ko'rmagan ajnabiylarning ularni xorlash, kamsitish, hatto o'ltirishdek xabarlari Taklimakon diyori atrofidagi shahar oymoqlarda terixdek terilib ketgan edi. Shundaq qilib, bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.